xohlasangiz, quloqchinlarni taqib, chiroqlarni o'chirib oling. Reklama uchun ma'lumot kommentariyada. Bugun sizlarning e'tiboringizga o'zida qo'rquvni jamlagan va sizlarni ham qo'rqitishga qodir bo'lgan Maktab deb nomlangan sirli animatsion hikoyani taqdim etmoqchiman. Quloqchinlarni taqib, yaxshilab joylashib oling. Unda men boshladim. Mening ismim Suhrob va men Washingtondagi bir maktabda o'qiyman. O'qituvchim o'zining oxirgi darsini tugatdi va bizga endi javob beraman deb turganda tashqaridan qanaqangidir baqirish ovozlarini eshitdik. Eshigimiz oldida juda ham baland baqirish ovozlari eshitildi va birozdan keyin u to'xtab qoldi. Bu hammani shubhalantirdi. Ammo keyin men ko'chaga chiqishni o'rniga stol tagiga kirib oldim va bu erkak ishi emasligini bilib, oynadan qarashga qaror qildim. Oynadan qaraganimda bir erkakni ko'rdim, qo'lida pichoq ko'targan, sochlari turmaklanmagan, ya'ni biror bir qushlarning to'zib yotgan uyiga o'xshardi. Og'zidan so'rak oqib yotardi. Qolaversa o'zining qo'lidagi pichog'idan ham qon oqib turardi. Bu hammani dahshatga solardi. Men qo'rqqanimdan yashinib oldim. Shundan so'ng biroz e'tibor berib uni kuzatdim. U men tomonga qarab kelmayotgandi. Bu esa mening baxtim. Ammo birdaniga men to'g'ridagi Shahboz ismli bolani ko'rib qoldim. U meni anchadan beri xo'rlab kelardi. Ya'ni nima qilib, doim azob berardi, kaltakrardi, qolganlarning yonida mazax qilib ovqatlarimni to'kardi. Bu paytda men undan alamimni olish maqsadida uni o'lishiga qo'yib berishim mumkin edi. To'g'ri, u meni o'rnimda bo'lganda shu ishni qilardi. Ammo men u emasman. Shuning uchun uni qutqarishim kerak. Shunda men yonimda bir bakalashkani ko'rib qoldim. Shunda bir narsa hayolimga keldi. Bakalashkani manyak kelayotgan tomonga emas, aksincha boshqa tomonga uloqtirsam, u chalg'iydi va men Shahzodni qutqarishga imkonim bo'ladi deb umid qilardim. Shundan so'ng sekin bakalashkani oldim. Manyak meni ko'rib qolmasligiga umid qilardim. Bakalashkani shunchalik qattiq otdimki, u shamolda vishillab uchib ketdi va yo'lak oxiriga borib tushdi. Shundan so'ng manyak ovozni eshitdi. U ortiga qaradi. Hech kimni ko'rmadi, ammo uni aniqlash maqsadida ortiga qarab keta boshladi. Shundan so'ng men tezda yugurib borib Shahzodning yoniga bordim. Uni qo'lidan ushladim va kutubxonaga qarab yugurdik. Kutubxonaga tezda kirib yashirindik. Men iloji boricha eshikni juda ham sekin yopdim va qulflab qo'ydim. Manyak bizni eshitib qolmasligini xohlardim. Va Shahzod va men devorga suyanib olgandik. Biz juda ham qo'rqayotgandik. Manyak bu shunchaki chalg'itish, ya'ni bu shunchaki tuzoq ekanligini bildi va ortiga qarab kelib tekshirmoqchi bo'ldi. Shunda u biz turgan eshikni to'g'risida turardi. Biz juda ham qo'rqardik. Shahzodga qaraganimda uning ko'zlaridan yosh chiqib ketayotgandi. Meni yoqamni juda ham qattiq ushlab olgandi. Men nima qilishni bilmadim. Biz doim kutib turardik. Ya'ni biz har doim tayyor bo'lib turardikki, manyak tezda eshikni buzib ichkariga kirib bizni o'ldirib ketishini bilib tursak ham o'zimiz bilmaganga olib qo'rquvni yo'qotishga harakat qildik. Shundan so'ng eshik taqillashlari tinchidi va adashmasam manyak ketdi, lekin qayerga ketganini biz ikkalamiz ham bilmaymiz. Shundan so'ng politsiya o'zi eshitildi. Biz umid qilardik hozir eshikni politsiya taqillatadi va biz politsiya eshikni oching deb aytadi deb umid qilib duo qilib turardik. Shundan so'ng shu ham bo'ldi. Ya'ni politsiyachilar kelib eshikni taqillatdi. Biz politsiyadan eshikni oching dedi. Men Shahzod bilan chiqqanimda ular so'rashdi, sizlar nima ko'rdingiz? Men hech nima ko'rmadim dedim. Shahzod gapira olmasdi. Tashqariga chiqdik. Tashqarida o'liklar bor edi. Hamma joy to'polon bo'lib ketgandi. Ikkita o'quvchi va ikkita ustoz vafot etgandi. Shunda mening oyim men tomonga yugurib kelib meni quchoqlab oldi. Va shu zahoti Shahzodning oyisi ham u tomonga yugurib borib, uni ham ushlab oldi. Shahzod ko'zlarida yosh bilan unga nima bo'lganini aytishni boshladi. Shahzodning onasi yig'lab yubordi. Nima bo'lganini bilmasdi, lekin harakat qilardi nima bo'lganini aniqlab olishga. Ofitserlar Shahzodni onasini tergov qilishayotgandi. Shahzod esa menga sekin boshini silkitib rahmat dedi. Men ichimda faxrni his qildim. Ammo keyinchalik bildimki, u manyak Rustam, ya'ni psix kasalxonasidan qochib ketgan bir psix. Politsiyachilar uni ko'rishlari bilan otib tashlashgan va bizni topib kelishgan. Maktabda hamma jarohatlangan, faqat jarohatlanmagan ikkimiz qolgandik.
Maktab doimgidek o'tardi, lekin doimgidan-da, avvalgidan-da ko'ra tinchroq. Shunda meni qarshimga Shahzod keldi. Qo'llarini cho'ntagiga solib olgan va yerga qaragan holda mendan kechirim so'radi. Men esa uni albatta men seni kechiraman, faqat qayta bu ishingni qilma dedim. U boshini silkitdi. Shundan so'ng u meni partamning yonidagi partaga kelib o'tirdi va biz ancha u bilan chiqishib qoldik. Bunday o'ylab qarasam, u juda ham yomon bocha bo'lmagan. Aksincha, u menga yordam berishni boshladi. Mendan pul talab qilganlarga qarshi turish bilan. Shunda men bir narsani bildim. Eng yomon ko'rgan do'stingiz ham bir kun kelib eng yaxshi ko'rganingizga aylanib qolishi mumkin. Hattoki u bilan do'zaxga ham birga borishga ont ichasiz.